shoshilinch narxda katta hovli sotilyapti. 6 sotix 10 ta xonadan iborat bo'lgan hovlimizda joylashgan joylashuv Shayxontohur tumani O'rinboy aka choyxonasining ko'chasida joylashgan. Ko'ringlar, ulgurib qolinglar. Fasad va ko'chalarni qaranglar, chiroyliligini bitta like arziydi. Fasaddan ichkariga kirganimizda tashqarisiga ham bitta mashina, hovlini yo'li qismiga ham bir 4 ta mashina bemalol sig'adigan darajada hovliga juda chiroyli mehr berishgan, sifatli narsalar ishlatilgan, shundoqqina ko'rinib turibdi. Landshaft, fontan, besedkalari juda ham hovliga o'zgacha ko'rk berib turganini ko'rsanglar bo'ladi. Jigar shunaqa hovli niyat qiluvmidingiz? Nasib qilsin deb duo qilib bitta like bosib qo'yavering. Hovlini qarang, zo'rligini. Uylarning remontiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, 10 yillik remont, lekin juda ham yaxshi saqlangan. Narxi juda ham yaxshi bo'lgani uchun hamma xonani videoga olib, sizlarning vaqtingizni olmadik. Kelinglar, ko'ringlar, so'zlashamiz. 2 yildan beri odam yashamagani uchun ozgina chang bo'lgan uyimizda, lekin holati juda ham yaxshi. Bu hovlida sifatli mahsulotlar ishlatilgani shundoqqina ko'rinib turibdi. Kelib ko'rsanglar, o'zingizlar ham shunga ishonch hosil qilasizlar. Qadrdon, shu uchastka sizlarga yoqdimi? Menga ham yoqdi. Shunaqa uchastka hammamizga nasib qilsa, narxiga keladigan bo'lsa, 400 ming dollar kelishadigan joyi bor. Juda ham shoshilinch. Bemalol aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz. Keyingi videolar bundan ham tez bo'ladi.